Sen Chengdu'da Zhang Fei'nin kabrisi bayqalgan. Kabrdan çıqqan bu buyumlarni ko'rib, butkul arxeologlar hayron qolgan. 1800 yilda yaqin 3 parchalik haqida qissa to'g'risida asarlar bilan biz oldinib ketganmiz. Asli Zhang Fei undaq odam emasga deb hammaydan hayron qolgan. Ondasa bu qabrdan zodi neyim chiqqandu? Zhang Fei asli zodi qandaq odamdu? Ma mazmun qiziqadigan do'stlar, meni go'njib qolib birdan naqs yurganlarni bir to'la gireylik qilmay. Filmning davomini qat qilinglar. 1985-yilda Chengduning sharq tarafida bir qurilish atirdi. Bino solamiz deb tutucularla yan qo'llayotgan vaqtimizda tuyuqsiz nəhayət qattiq bir narsalarga tekitib, bular to'xtab qolgan. Shuning bilan qurilish ishchilari bu yerga vajojilarni to'xtab, qo'lni qo'lab qarab baqlaydigandagi bir qardab ketgan yog'och guansaydek bu narsalarni ko'rib darhol ishni to'xtatgan. Endi bu yerki Chengduda qadimiy madaniyatlik mamlakatimiz tarixidagi shu vaqtimizda muhim bir rayon bo'lishi, va bu yerga har qanday bir yangi bo'lsa, bir qadimiy qabra yoki boshqa narsalardan chiqib qolishi normal, ko'p uchirgan. Shuning uchun bu yerda bu qurilish qildiganlarni bilib ketgan o'xshaydi, darhol qurilishni to'xtatib, Chengdu shahriga shu vaqtdagi arxeologiya, madaniy meros idoralariga darhol telefon qilib bilan aloqalashib, bo'lgan ishni ma'lum qilgan. Shuning bilan bularni jiddiy holda naq yetib kelgan. Yarim soatdan bu arxeologiya madaniyat idorasi tadqiqotchilar kelgan va bu yerning oldi bilan tuprog'ini tekshirish orqali bu yerda haqiqatan cho'ng bir qabr borligini muqimlashtirgan. Ham bundaq cho'ng qabrda chuqur nurg'un ham dafn buyumlari, ya'ni osar etiqa, boylik degandek narsalar bor deb hammasini jiddiylashgan. Endi bu qabrni qizish jarayonida bir yo'g'on ayvat bir guansay bayqalgan. Shular uning og'zini ochganda bu guansayning ichida 20 metr cho'nqurlikda bir suyuqlik turgan, qor suvdek suzuk. Suvning ichida parqirab turgan metal buyumlarni ko'rgan. Albatta bularni ko'rgankilar, ma oddiy odam emasga. Bundaq cho'ng qabrda manda qaymat ko'rsayda, bu ishni manonda parqirab turgan, nimalar chiqqanmikin degan. Shundan bular chuqur bu cho'ng amalda yoki boy bo'lish mumkin deb davomli oshgan. Keyin texima hayron qolgan. Qabrdan oldi bilan yozma buyumlar bayqalgan. Ustida nurg'un xatlar va bu bek munnatlichu. Har qanday bir qabr arxeologiyada oldi bilan bu yerdan chiqadigan oltin, kumush, har xil asarati qilib bu emas. Bularga nisbatan eng oldi bilan bir yozma xotir buyumlar chiqsa, arxeologlarning ish osonlaydi. Ya'ni meni ko'rgandan keyinlar, bu palon yilning yoki paloni tang davrining yoki xan davrining mandaq narsaga, mandaq adamga deganni darhol hukm qila oladi. Lekin undaq narsa chiqmasa, xudo sen shuningdek hech qanday yozma material ko'rmasa, shuni ular voy bu qaysi davrda bir talay boshqa etiqchilik, avarchilik. Endi buning ustidagi ba'zi xatlarni o'qilmagan, lekin ayni holda Zhang Yuan, ya'ni Zhang Wu yillari degan xatni ko'rgan. Bu aniqla Liu Bei shu xaqani bo'lgandan keyin ishlatgan yilnomasi. Ya'ni buningda bosh tayshuv deydi. Demak, bu Liu Bei'ning muhim sarkardasi, shu xan davri muhim bir amaldorga deb o'ylagan. Qabrning davomli tekshirish orqali bir nayzining 5 chiqqan yilon boshliq. Shuni bilan bu nayzni elib aytgandan keyin shu vaqtning o'zida bu qog'ozni ajoyib tez kesib olgan. O'ylab o'tinglar, 1800 yil burun dotlashib ketgan nayza shu yerni elib kesib demak, shu vaqtda o'zi Zhang Fei'ning qo'lida bu qanchalik ishtik o'tkir nayz kelganini his qila olasizlar. Navbat shu vaqt bo'lib qolsa yoki bu nayzni hozir qoidalarini qizdirib, bilab bu qilib asliga kelsa, dahshat quroludi deyman. Shuning bilan bular buni Zhang Fei'ning qabrisiga o'xshamamdi degan, biroq davomli tekshirish orqali bu qabrdan siyoh qutisi, mo'y qalam, ya'ni rassomlik qishiltadigan siyoh ubu degandek narsalar bayqalgan. Endi bu yerdagi arxeologlar bu 3 parchalik haqida qissatni qo'pol ochiq yaman qorturuk bu Botir Sarkardaning qabrisidan bundaq narsa chiqib qolgan nimasi deb bular anqiramay qolgan. Darhol mamlakatimizning 3 parchalik haqida qissa tadqiqotchilari, professorlarni taklif qilgan. Bular endi birlik tadqiq qilish orqali biz 3 parchalikni oldinib ketdimiz. Tarixdagi Zhang Fei rassomlikni yaxshi ko'rdi ekan. Ayo'g'an Zhang Fei, qorturuk Zhang Fei rassamga bu qaranglar. Yana shu o'z davridagi xil dongliq rassom bo'lgan. Yana undan so'ng bu lashkariy tadbirlarga boy kitob o'qib turgan, alam qalamda tang yetishgan bir zotga Zhang Fei. Mush qabrni davomli qilish orqali bu Zhang Fei'ning qalam kashfini, o'zining xat yozish, rasm chizish jihatining iste'dodining ravus borligini isbotlagan. Bu qabrni davomli tekshirish orqali nurg'un lashkariy dasturlar, kitoblar, qumush putishlar,
moy qalam, siyah ubu degandek ham dafni buyumlarını bayqagan. Mesela hamısı Zhang Fei'nin hayat vaqti ko'z yoqtirib ishlatgan yoki yozib qoldirgan yozma nomlari degan gap. Demek bu yerda Zhang Fei alamga mayr, qo'pol bo'lsinmi, bu kallasini ishlaydigan, ama qalamkashlikni tang yetishgan bir kishi. Masalan, 3 parchalik haqida qissaning yangi xususiyati yotir qarsaqmi, Chang Banpo davondaligi 3 qatim nar tortib, savsovning qo'shini qochirib atqayri qaranglar. Buni Zhugliang tadbir ko'rsatmadi. Ham hech kimmi Zhang Fei'ning bunda qila oladiganini o'ylab baqmagan. Demak, Zhang Fei'ning mush vaqtda o'zlik kallasi ishlaydigan tadbirga boyligini his qilsak bo'ladi. Bu yerda Zhugliang bilan Zhang Fei'larni Shikuan kirish taklif qilgan vaqtda o'zimi Zhugliang Zhao Zulong bilan o'ng qanot qo'shinni, Zhang Fei so'l qanot qo'shinni ikki yo'ldan bo'lib hujum qilib kirdi. Demek Zhang Fei'ning hujum qilish iqtidori, lashkariy tadbir ubug'imi boy shuni ishonch bilan qo'yib berdi. Endi lekin bu yerda Zhang Fei'ning mayxo'rligi, qo'polligi, mijozining ishtikligi mavi bakarak gavdilanib ketgachga A tarafı sel besilip biz his qilolmay qolgan demakchi. Endi tushuninglarmi? Unda esa Ping Lujuga Zhang Fei to'g'ri ko'z qarashinglarni qoldirib qo'yinglar. Rahmat.